Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda rus tilini o'rganishdagi qo'rquvlar va ularni yengishdagi samarali yechimlar ustida gaplashamiz. Aynan shu mavzu bo'yicha sizlarga men tayyor qo'llanma qilib qo'yganman. Mana shu darslikni ko'rish mobaynida o'zingizga albatta konspekt qilib boring va o'zingizdagi muammolarni ko'rsangiz, izohlarni yozib qoldiring. Hop, hozirni o'zida darsni boshidan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz YouTube'ga. Описаниеda Telegram kanalimiz ham bo'ladi. YouTube'ga obuna bo'lib, videoni unutmang. Agar siz rus tilini endi o'rganmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, mana shu qo'rquvlar yoki mana shu og'riqlar sizda bo'lishi mumkin. Yoki siz rus tilini oldin o'rganmoqchi bo'lgansiz, nimadan boshlashni bilmagansiz, qanchadir vaqt o'rganib ko'rgansiz, orada tashlab qo'ygansiz. Mana shu darslik sizga yechim bo'la oladi. Xo'p, birinchi navbatda juda ko'pchilikning asosiy qo'rquvi bu gapirishdan qo'rqish hisoblanadi. Juda ko'pchilik gapirishdan qo'rqadi nimagadir. Ya'ni ko'pchilik xatolar qilib qo'yaman deb o'ylaydi, kulgili ko'rinaman boshqalarning oldida deb o'ylaydi. Mana shu fikr ularni rus tilida gapirishdan to'xtatib turadi. Mana shuning orqasidan ular rus tilida gapirmaslikka harakat qiladi. Siz boshqalar gapirsa tushunasiz, lekin xato qilishdan qo'rqib, ular oldida xijolat bo'lishdan qo'rqib, rus tilida gapirmaysiz. Va bu muammoning ustida albatta ishlash kerak. Birinchi navbatda o'zingizga savol berasiz. Xato qilsam nima bo'ladi? Har bir narsani siz xato qilib o'rganasiz va xato qilishdan qochmaslik kerak. Chunki siz xato qilmasangiz, hech qachon oldinga yurish bo'lmaydi. Xato qilasiz, xatolaringiz to'g'rilanadi ustoz tomonidan va undan keyin siz mukammallikka erishasiz. Shuning uchun xato qilishdan qochmaslik kerak umuman. Bunga sizga qanday yechim bo'lishi mumkin? Qo'rquv doim sizni ortga tortadi. Ya'ni agar siz qo'rqadigan bo'lsangiz, umuman hech narsa qilmaysiz. Misol uchun agar hozir men mana shu darsligim ideal ko'rinishda bo'lishi kerak deganimda professional kamera kutgan bo'lardim, ajoyib chiroyli mikrofon, orqamda chiroyli fon bo'lishi kerak deb o'ylagan bo'lardim. Ya'ni ana shu qo'rquv menda bo'lmaganligi uchun men o'quvchilarga shunchaki foydali narsa berishim kerak, ular maksimum undan foyda oladi, men o'zimni bilimim bilan bo'lishaman deganim uchun hech qanday qo'rquvlarsiz darslik yozishni boshladim. Siz o'zingizga savol bering yana bir bor. Xato qilsangiz nima o'zgaradi siz uchun? Xato qilish bu norma. Xatoni qayta qilish, endi bu katta muammo bo'lishi mumkin. Lekin siz xatoingizni kimdir to'g'rilab bergandan keyin, ustozingiz to'g'rilab bergandan keyin buni qaytarmaslikka harakat qilishingiz kerak. Gapirishdan qo'rqish buni qanday yengish mumkin? Sizga to'g'ri uslub va to'g'ri muhit kerak bo'ladi. Ya'ni sizga to'g'ri keladigan metodika yoki sizga to'g'ri keladigan darajadagi kurs yoki gruppani siz o'zingiz uchun ustoz bilan maslahatlashgan holatda topa olasiz. Sizga qanday yechim bo'lishi mumkin? Boshlang'ich darajada siz birinchi navbatda har kuni kamida 5-10 daqiqa ovoz chiqarib ruscha gapirishga o'rganishingiz kerak. Ya'ni siz deylik, umumiy holatda har kuni agar 5-10 daqiqadan shug'ullanadigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, bu 3 oy, 4 oy, 5 oy yoki 6 oyda qancha vaqt ajratgan bo'lasiz. Borgan sari siz vazifalaringiz ko'payib boradi. Buni avvaliga qayerda qilsangiz bo'ladi? Oyna oldida yoki audio yozib, ya'ni голосовой shunday yoqasizda, Telegramingizda bo'ladimi? Shunday yoqasizda, o'zingiz bilgan mavzularda голосовой qilib yozasiz. Keyin esa uni kuratorga yoki guruh bilan gaplashib, mashq qilish orqali bajarishingiz mumkin. Deylik, ana shu talaffuzda muammongiz bo'lishi mumkin-da. Deylik, sizni pronunciation deydi, o'sha talaffuzda sizda aksent bor bo'lishi mumkin. Ana shundan qutulish uchun siz uni yozishingiz kerak. Xatoingizni ustoz to'g'rilab beradi va undan keyin siz bunga yechim olasiz. Juda ko'pchilikda mana shu muammo ham bor. Ikkinchi muammo bu tushunmaslik qo'rquvi. Ya'ni bu nima degani? Ruscha nutqni tushunmaydi. Boshqalar tez gapirib yuboradi deydi. Ruslar tez gapiradi deydi. Bu ma'noda siz nima qilishingiz kerak? Qadamma-qadam tushunishni rivojlantirasiz. Tushunmaslik qo'rquvi rus tilidagi nutqni to'liq tushunmaslik. Ya'ni birdaniga juda ko'p tez gapirib yuborsa odam, misol uchun hozir men o'zbek tilida ham tez gapirayotgan bo'lishim mumkin. Ruslar ham xuddi shunaqa rus tilida biz o'zbek tilida qanaqa tez gapirsak, ular ham rus tilida shunaqa tezroq gapiradi. Va ana shu noto'g'ri eshitib qolganidan, uni tushunmaganidan javob bersam noto'g'ri bo'lib qolmasin degan qo'rquv bor. Noto'g'ri javob qaytarib qo'yaman deysizda, xavotir olasiz bundan. Bu yechim bo'lmaydi. Siz agar tushunmagan bo'lsangiz, пожалуйста, можете повторить помедленнее. Iltimos, sekinroq qaytarib yubora olasizmi? Desangiz bo'ladi. Или можете помедленнее. Sekinroq aytsangiz bo'ladimi? Ya'ni o'sha ritm sekinroq bo'lishi kerak. Yechim sifatida sizga nima bo'lishi mumkin? Avvaliga suhbatlar, oddiy kichkina suhbatlar va audioni yengilroq variantlarini eshitishingiz kerak. Bu audiolarni описаниеda qoldiraman. Telegram kanalimda men o'zim audio dialoglar tayyorlaganlarimni yuborib qo'yaman. U yerda tekstlari bilan, matnlari bilan audiolarini eshitishingiz bo'ladi.
Mana shu videoni opisaniyasida, havolasida Telegram kanal bo'ladi yoki u yerda chiqsangiz ham Telegram kanalimiz kanalda opisaniyasida YouTube'da turibdi. Shunday kirasizda, kanaldan shunday ashulalarni audiolarini o'zingizga tortib olib eshitib yursangiz ham bo'ladi. Mana shu qisqa nutqlarni eshitasiz. Ko'p takrorlash kerak bo'ladi. Va har kuni kamida 5-10 daqiqa mana shunaqa audiolarni eshitishingiz juda muhim. Bitta audioni eshitasiz, uni takrorlab ko'rishga harakat qilasiz. Uni sizda talaffuzi bor. Ya'ni siz to'g'ri eshityapsiz, endi siz uni o'qiysiz. Teksti borda, chunki bizning Telegram gruppa kanalimizda. Ana shu tekstini kuzatib borasiz. Mana shunda sizda bu holat yaxshilanib boradi. Keyingisi, uchinchi muammo grammatikadan qo'rqadi juda ko'pchilik. Grammatikadan qo'rqish, ya'ni holatlar, har xil holatlarda fe'llar deydi, glagollar, zamonlarda qiynalaman, olmoshlarda noto'g'ri foydalanaman, qo'rquv, padejlarda muammo bor menda deydi juda ko'pchilik, padejlarda qiynalaman deydi. Mana shu umumiy grammatikadan qo'rquv sizni to'xtatib turadi. Agar siz rus tilida tezroq erkin gapirishni xohlasangiz yoki razgovor darajasiga chiqmoqchi bo'lsangiz, grammatikaga juda chuqurlashmagan holatda uni poverxnostni ko'rasizda, asosiy razgovorga siz e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bunda siz nima qilasiz? Grammatikadagi xatolardan qo'rqish, umumiy grammatikani nutq orqali o'zlashtirish imkoniyati bor sizda. Bu nima degani? Siz buni grammatikasini boshlang'ich holatda qanday bo'layotganini bilmasligingiz mumkin. Tayyor shablonlar, versiyalar bilan o'rgansangiz bo'ladi. Misol uchun aytaylik. Я иду на работу. Men ishga ketyapman. Я возвращаюсь с работы. Men ishdan qaytyapman. Я иду в школу. Men maktabga ketyapman. Я возвращаюсь из школы. Men maktabdan qaytyapman. Или я обедаю. Men tushlik qilyapman. Я сейчас дома. Men hozir uydaman. Я иду пешком по улице. Men hozir piyoda ko'chada ketyapman. Я еду на работу на машине. Men ishga mashinada ketyapman. Yedu deganingizni o'zi transportda ketayotganingizni aytadi. Xuddi shunga o'xshagan o'zingiz uchun gaplarda tayyorlarini qilishingiz kerak bo'ladi. Qanday yechim bor? Faqat qoidalarni o'qib o'tirmasligingiz kerak. Juda ko'pchilik aytadi, grammatikani suv qilib ichib yubordim, lekin haligacha razgovorim chiqqani yo'q, men rus tilida gapirishni boshlamadim deydi. Ularni siz o'rgangan narsalaringizni, grammatikada o'rgangan narsalaringizni darhol nutqda qo'llashingiz kerak. Og'zaki nutqingizni qo'llashingiz kerak. Masalan, biror bir grammatik mavzuni o'rganilsa, o'sha mavzu bo'yicha siz dialog yozishingiz kerak yoki og'zaki mashq qilish zarur. Ya'ni siz biror bir mavzuni o'rgandingizda, ana shu mavzuga oid bo'lishi kerak. Siz o'rganayotgan dialoglar, matnlar. Shunda jarayon siz uchun osonlashadi. Xo'p, navbatdagi xato talaffuz xatosi. Juda ko'pchilik aynan rus tilida noto'g'ri talaffuz qilish oqibatida menda aksent bo'ladi deydida, shu talaffuzni noto'g'ri qilib qo'yishdan qo'rqadi. Siz talaffuzingiz noto'g'ri bo'lib qolsa, siz uchun nima o'zgaradi? Boshlang'ich holatda siz o'zbek tiliga umuman xos bo'lmagan so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilishdan qiynalasiz yoki uyalasiz. Bunga hali sizni tilingiz kelishmagan bo'ladi. Yechim sifatida to'g'ri talaffuzni o'zlashtirish uchun diktor yoki qanaqadir blogerlar nutqini eshitsangiz bo'ladi. Misol uchun men o'zim foydalanaman Jan Toples. Deylik, mana bu yerda Jan Toplesni eshitishingiz mumkin yoki Vduch. Shunaqa jurnalist bor. Mana hozir sizga bitta misol qo'yib beraman. Hozir ko'ramiz. Tak, ну-ка. Bu videoni havolasini tashlab qo'yaman. Ko'rib olsangiz bo'ladi. Deylik, mana bu yerda ko'rib turibsiz, prezentatsiyada ovozini chiqarib, uni ortidan takrorlaysiz. Shaxsan ovoz yozib, so'ngra original bilan solishtirib, farqlarni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz biror bir mavzuni ko'rdingiz, o'shani tayyor eshitdingiz, endi unga taqlid qilasiz. Ovozingizni yozasiz, siz o'sha originali bilan, siz ko'rgan biror bir dastur bilan solishtirasiz u narsani. Keyingi navbatda alohida e'tiborni udareniya, ya'ni urg'uga berish kerak. Udareniya juda ko'p joyda bizga aynan shu udareniya yordam beradi. Udareniyani to'g'ri qo'yib olganingizdan keyin sizda hech qaysi bo'yicha umumiy muammo bo'lmaydi sizda. Xo'p, keyingisi 5-muammo o'qishda motivatsiyani yo'qolishiga 3 ta asosiy sabab. Ya'ni juda ko'pchilik aytadi, men rus tilini boshlayman, lekin hech qancha vaqt o'tmasdan to'xtatib qo'yaman deydi. Bunga motivatsiyam tushib ketib qoldi degan bahonalar qiladi. Aslida bunga bir nechta boshqa sabab bor. Natijani sezmaslik. Ya'ni birinchi muammo natijani sezmaslik. Muammo nimada? O'quvchi tez natija ko'rmaydi. Ya'ni uni ожидание, kutuvi bor. Juda tez o'rganib, men razgovor qilib ketaman deb o'ylaydi va men til o'rganishga qobiliyatim yo'q deb o'ylashni boshlaydi.
yoki juda ko'pchilik aytadi, meni yoshim katta bo'lib qoldi yoki men so'zlarni eslab qola olmayman, xotiram past deb o'ylaydi. Umuman bunaqa emas. Umuman shuni hisobiga siz rus tilini o'rgana olmayapman deb o'ylaysiz. Ikkinchi muammo darslarni bir xilligi va zerikarli usullar. Juda ko'pchilik aytadi, grammatikani chuqurlab o'rganib oldim, lekin haligacha gapira olmayapman deydi. Muammo nimada? O'quv jarayoni zerikarli bo'lib tuyuladi umumiy holatda. Natijada o'qishga ishtiyoqingiz yo'qoladi. Bir hafta kirarsiz, 2 hafta kirarsiz, keyin yana tashlaverasiz. Uchinchi xatolardan biri bu qo'rqish va ishonchsizlik. Ya'ni qo'rqasiz. Muammo nimada umumiy deydigan bo'lsak, o'quvchi gapirishdan, xatolar qilishdan qo'rqadi va o'zini ahmoqdek ko'rinyapman deb hisoblaydi. Sizda bo'lganmi shunaqangi holat? Izohlarda yozib qoldirsangiz bo'ladi o'zingiz fikringiz. Ya'ni boshqalarning oldida men o'zimni g'alati his qilishni xohlamayman, noqulay vaziyatga tushishni xohlamayman desangiz, mana shu yerda o'zingiz muammongizni yozib qo'ysangiz bo'ladi, agar bu holat sizga tanish bo'lsa. Endi bularga ustoz qanday yechim bor desangiz, aynan shu 3 ta muammoga hozir mana endi yechim berib ketaman. Birinchi yechim, yutuqlaringizni yozib borishingiz kerak. Siz boshlang'ich darajada o'rgandingiz, endi siz kichkina mini natijalar bilan ham siz yutuqlarni yozib borishingiz kerak. Yangi o'rganilgan so'zlar, tushunib yetilgan mavzular va muvaffaqiyatli yozib borish. Masalan, bugun 5 daqiqa rus tilida so'zlashuvchi bilan gaplashdim, ya'ni nositel языка deymiz. Rus tili ona tili bo'lgan birorta inson bilan siz rus tilida o'zingiz bilgan qisqa mavzularda yoki osonroq, yengilroq mavzularda gaplashdingiz. Savol-javob qildingiz. Shuni yozasiz. Men birinchi qadamni qo'ydim. Bu muhim, ishoning, sizga kulgili tuyulishi mumkin, lekin aynan shu narsa sizda intizomni shakllantiradi. Ikkinchi muammoga yechim formatni o'zgartirish. Darsliklar bilan birga interaktiv usullarni qo'shish. Misol uchun bu bo'lishi mumkin o'yinlar, podkastlar, seriallar, jonli muloqotlar bo'lishi mumkin. Ya'ni siz rus tilini o'rganishda podkastlardan, o'yinlardan, sizga yoqadigan kino, seriallardan foydalansangiz bo'ladi. Va albatta jonli muloqot qilish kerak. Xato qilishdan qo'rqmagan holatda. Uchinchi muammoga yechim xatolarga boshqacha qarash. Bu nima degani? Ularni muvaffaqiyatsizlik emas, siz ularni balki o'rganish jarayonidagi tabiiy qismi sifatida qabul qilishingiz kerak. Ya'ni bu xato qilyapsiz, to'g'ri, lekin siz negativ fikrlamasligingiz kerak. Siz pozitiv o'ylashingiz kerak. Xato qildim, lekin men harakat qilyapman va natijaga erishishga intilyapman. Mana shu sizning asosiy yutug'ingiz bo'ladi. Ya'ni siz umumiy mana shu o'rganish jarayoningizni bir tabiiy qismi sifatida buni qabul qilishingiz zarur. Mana shuni o'zingizga belgilab oling. Navbatdagi muammo bu til to'sig'i, языковой baryer. Ya'ni ruscha so'zlarni o'rgansa ham haqiqiy hayotda ularni ishlatishga qiynalish. Juda ko'pchilik men so'zlar bor bu yerda miyamda deydi, yodladim so'zlarni deydi, lekin razgovorga kelganda, boshqalar bilan gaplashishim kerak bo'lganda u so'zlarni o'zgartira olmayapman deydi. To'g'ri gapirib chiqarib bera olmayapman, zamonlarda qo'ya olmayapman, o'zimning fikrimni to'g'ri yetkaza olmayapman deydi. Bu yerda sizga nima yechim bo'ladi? Rus tilida fikrlashni boshlash uchun har kuni biror bir mavzuda o'zingiz bilan suhbatlashing, o'zingiz bilan yoki onlayn chatlarda yozishga harakat qiling. Ya'ni o'zingiz bilan suhbatlashing deganda savol-javob qilsangiz ham bo'ladi. Mana shu format ham yaxshi. Onlayn chatlarda o'zingizga rus tilida gapiradigan sherik toping yoki rus tilini endi o'rganayotgan, misol uchun bizda klublar bor, razgovor klublari bor, ana shularda qo'shilsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda qilishingiz mumkin. 7-chi navbatdagi keyingi muammomiz boshqalarning fikriga bog'liqlik. Meni noto'g'ri tushunishadi, ustimdan kulishadi, xato qilishdan qo'rqaman, odamlar tanqid qiladi degan fikrlar bilan rus tilida gapirishdan o'zingizni tiyib turibsiz. Ya'ni o'zingizni to'siyapsiz. Mana shu to'sig'ini, shlagbaumni shunday oldingizga tushiryapsiz. Mana shu narsadan qutulishingiz kerak. Sizda muhimi tajriba. Mana shu tajriba asosida siz o'rganishni boshlaysiz. Nima yechim bo'la oladi? Til o'rganish bu umumiy holatda tajriba hisoblanadi. Biror bir narsani o'rganayotganingizda ham siz boshida xato qilasiz. Hatto rus tilida gapiradiganlar ham ba'zan xatolar qiladi. Men rus tili ustozi bo'lsam, men ham xatolar qilishim mumkin. Lekin bu o'rganish jarayoni bo'lgani uchun sizga asosiy maqsad, konечная точка B, boradigan B nuqtangiz muhim bo'lishi kerak. Eng muhimi xatolar orqali o'rganish va faol muloqot qilish. Doimiy razgovor qilib turishingiz muhim. Shuning uchun maksimum harakat qilasiz. Shu men sizga ta'kidlab o'tgan muammolarni o'zingizda borlarini izohlarda yozib qoldiring. O'zimdan, tajribamdan kelib chiqqan holatda yechimlarini berib o'taman.
Xo'p, mana shu xatolardan agar siz mustaqil ravishda qutula olmayotgan bo'lsangiz, sizga rus tilini noldan o'rganish qiziq bo'lsa, umumiy holatda razgovor darajasiga chiqmoqchimisiz, rus tilida umumiy sertifikat olmoqchimisiz, grammatika o'rganmoqchimisiz, har qanday darajalarga bizda hozirda qabul ketyapti. Mana shu video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, hoziroq videoga like bosib, YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Videoni opsiyaniyasida men havola qoldiraman, link, menejer profilini qoldiraman. Telegramga o'tib, o'zingiz uchun to'g'ri keladigan kurs deb yozib qoldirsangiz, menejer profiliga siz bilan shaxsan bog'lanamiz va batafsil ma'lumot beramiz. Hozirda bizga onlayn kurslarda bizda qabul ketyapti. Shu uchun pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Va albatta Telegram kanalida ham linki bor. Bu yerda Telegram kanaliga ham obuna bo'lishni unutmang. Umid qilamanki, mana shu darslik sizga foydali bo'ldi. Keyingi yana video darsliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling.